Sabina, это невероятно вкусно. Hozir sizlar bilan trendda bo'lgan mashhur shirinlikni tatib ko'ramiz. Уже ko'p blogerlar tatib ko'rdi. Zebo menga hozir probaga olib keldi. O'zbekiston bo'yicha birinchi olib kelib pishirayotgan Zebo bo'ladi va aytishi bo'yicha eng zo'r retsept bo'yicha. Bismillah. To'g'risi qirsillaganini juda ko'p blogerlarda ko'rdim. O'shaning uchun mikrofon bilan videoga olyapmiz. Bismillah. Какой нежный. Qirsillagan bilan yumshoq boshlar ekan. Bismillah. Yoshligida shokoladный, хрустящий, вкусный батончикlar bo'lardi-yu, o'shani сочныйsi ekan. Потому что тут есть шоколад, и он очень прям og'izda eriydi. Mana shokolad oqayotganini ko'rasizlar. Sabina, это невероятно вкусно. Да. Я уже это пробовала. Yana bilasizlarmi? Men o'yladim hozir shokolad bo'lsa, rosa me'damga tegadi, shu yerga tiqiladi deb o'yladim-da. Qaranglar, orqasidan choy ichkim kelmayapti. Shunaqa silliq ketyapti. Qanaqa qilib shunaqa qilding? Unchalik shirin emas shokoladi. Mehr bilan. Ana shokolad me'yordaligidami? Вообще, ana shirasi me'daga tegmayapti. Men karislarim bor, og'rimayapti hech qati. Я серьезно, это очень вкусно.